Birinchi bosqich startdan boshlanadi. Haydovchi harakatni amalga oshirgandan so'ng piyodalar o'tish joyida to'xtaydi. Keyingi harakatlanish. Tik balandlik. Yana postagadaning to'xtash chizig'ini oldida to'xtaydi. Tik balandlikdan ko'tarilib tik nishaplik tomon harakatlanayotganda ko'rsatkich yotiq chiziqlar asosida harakatlanadi. Oldinda 90 gradusli burilishdan iborat bo'lib, haydovchi ushbu birinchi yo'nalishga harakatlanadi. 90 gradusli burilishda haydovchiga 2 daqiqa berilib va nazorat chiziqlarini bosishni taqiqlaydi. Burilish jarayonidan chiqayotganda chorrahaga birinchi marotaba kelib va svetoforning ishoralariga amal qilib to'xtaydi. Svetoforning ruxsat etuvchi ishorasida to'g'riga harakatlanib oldindagi xavfli burilishlar yo'nalishiga harakatlanib boradi. Bu yerda ham haydovchiga 2 daqiqa berilib va nazorat chiziqlarini bosishni taqiqlaydi. Ushbu yo'nalishda haydovchi chorrahaga 2-chi marotaba kelib svetoforning ruxsat etuvchi ishorasidan to'g'riga harakatlanib, oldindagi birinchi ko'cha oxirgi berk yo'nalishiga harakatlanib boradi. Ushbu mashqda haydovchiga 2 daqiqa berilib va orqa yo'nalish bo'ylab harakatlanib boriladi. Orqaga harakatlanayotgan haydovchi orqa 2 g'ildiraklarni fiksatsiya chiziqlariga bosish mashqi bajariladi. Mashqni yakunlab, keyingi yo'nalishga harakatni davom etkazadi. Ushbu yo'nalishni haydovchi buyuruvchi belgilar asosida yoki ko'rsatkich yotiq chiziqlar bo'ylab harakatlanib boradi. Ushbu yo'nalishda chorrahaga 3-chi marotaba kelib va chapga ishoralarni yoqqan holda chapga burilish harakatini amalga oshiradi. Oldinda bir izli temir yo'l kesishmasi bo'lib, ushbu to'xtash chizig'ini oldida to'xtaydi. Keyingi mashq harakat tezligini oshirish. Ushbu yo'nalishda haydovchi uzatmalar qutisini almashtirib, so'ng yana qayta uzatmaga qo'yiladi. Oldinda falokatli ishora bo'lib, haydovchi ushbu yo'nalishda to'xtab, falokat ishoralaridan foydalanadi. Falokat ishoradan so'ng chapki yo'nalishga harakatlanib, oldindagi parallel yengil avtomobillardan o'tib, chorrahaga oxirgi yakuniy keladi.
chorrahadan haydovchi o'ngga harakatlanib, o'ng tomondagi birinchi tasmaga kirib va yon parallel to'xtash mashqini bajaradi. Ushbu mashqda haydovchiga 2 daqiqa berilib, har 2 yon g'ildiraklarni fiksatsiya chizig'i bosish va qayd qilish mashqi bajariladi. Mashqni yakunlab, finish tomon harakatlanib boradi. Ushbu barcha ko'rsatilgan yo'nalishlar yuk avtomobiliga bag'ishlangan bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.